Salonga mana hozir tezroq ketamiz, akalarimizni ko'rsatish uchun mana orqada o'tiribdilar. Necha tezligiga chiqadi, qanaqa ketadi, mana CarPlay hammasi besprovod ishlaydi. Qanaqa tezlik tezlanadi mashina? Yurishi, xarakteristikasi, tezroq bo'lishi, yumshoq, qattiqligi. Hozir уже 110, 120 ga ketamiz mana shu yerda o'zida. Tormoz ham cho'tki ishlaydi. Vashchi muammo yo'q. Razgon olishlari, yumshoqligi qalay aka, orqada siz o'tirgansiz. Fikringiz qanaqa? Yaxshi. Mana bosib ko'ramiz. Manyovrligi ham yaxshi, tortishi ham, ketishi ham. O'zini ushlaydigan mashina. Sintrovkasi yaxshi mashinani. Ketamiz. Shu yo'ldan kimdir chiqib qolmasa bo'ldi. Birziga mana o'tdik-ku, endi 12 dan yo'l tugab qoldi. Endi nima qilamiz? Endi okaga yo naqdga yo kreditga sotamiz. Oka rasochka qilib beraymi? Nima deysiz? Mashina o'zi yoqdimi sizga? Nima deysiz? Endi narxini o'zi itak tushib berdim, hozir yana tushib beradigan bo'lsam Tursunga ham yetib berish motor kelib qoladi. Atak zo'r mashina, gap yo'q. Yoraveradigan mashina, hammasi ishlaydi, cho'tkiman. Telefonmi, muzikami, mana karta hammasi ishlaydi, mana karta qani, mana karta. Mana ketdi karta mana. Yandex navigator ham lyuk hammasi ishlaydi mana. Panoramli lyuklarigacha bor, ochiladigan, polniy mana. Shtorkasi ham ochib yopiladi mana. Nima kerak yana? Mana. Aktivniy kruz kontrollari ham bor. Pult ikkita. Aktivniy dalniy faralari ham bor. Sidenelar tushib chiqadi, tepa past bo'ladi, rullarni ham regrovka qilsa bo'ladi. Yana nimasi kerak sizlarga? Yetinglar. Mana. Waze mi, knigami, telegrammi, kontrolmi, nima kerak? Hammasi bor. Kitobni o'qib ketsa ham bo'ladi, eshitib ketsa ham bo'ladi. Ha? Telegram kirib bo'lmaydi lekin hozir.